kuylashga qodirmas har bir yurak. Vatanni sevmoq uchun kam erur ming bir tilak. Yurt ishqin izhoriga dil kerak, g'urur kerak. Shu vatan deb jon tikkan qahramonlar gapirsin. San'at inson qalbining eng nozik tuyg'ularini tarannum etuvchi, millatning ma'naviy qiyofasini aks ettiruvchi buyuk kuchdir. Haqiqiy san'atkor esa nafaqat kuy va qo'shiq, balki o'z ijodi orqali xalqning dardi, quvonchi, orzu-umidlarini yuraklarga olib kiradigan fidoyi insondir. Uning har bir asari zamon nafasi, xalq ruhiyatini o'zida mujassam etadi. Bugungi davr qahramoni ko'rsatuvimiz mehmoni ham umrini san'atga, milliy qadriyatlarimizni ulug'lash va el dardini kuylashga bag'ishlagan ana shunday pedagog ijodkorlardan biridir. Mutribo sozingni chal, tanbur dutoring yayrasin. Nolasidan dashtagi lola xoring yayrasin. Jamiki yaxshi yomon bag'ringda boring yayrasin. Erku baxting tongida ozod diyoring yayrasin. Ushbu qo'shiq satri va kuyi muallifi buxorolik ijodkor pedagog Rajab Avezov qalamiga mansubdir. Rajab aka Avezov haqida so'z ketganda birinchi kishini odamiyligi yodga olinadi. Mana tumanimizda 10 ta zo'r odam deymiz, endi bilimli, ilmli, el tanigan, el hurmat qiladigan kishilar bo'ladigan bo'lsa, ularni safida shu Rajab akani ko'ramizda. Rajab aka qator yillar tumanda xalq ma'rifi deymiz, endi xalq ta'limi bo'limida ishlab, bolalar ijodiyoti markazini boshqargan va shu yerdan O'zbekistonga taniqli kishilarni yetishtirib chiqqan ajoyib insonlardan biri. Bu kishining shogirdlari hozir O'zbekistonda san'at sohasida, madaniyat sohasida ishlaydigan juda ko'plab qizlarimiz, yigitlarimiz. Endi Rajab akani ikkinchi bir jihatlari, bu kishi san'atni sevadigan inson, san'at sevar. Shu bilan birga o'zlari she'r yozib, o'zlari musiqa bastalab, mana bu kishini bitta Mutrabo degan qo'shiqlarini butun O'zbekiston taniydi. Qariyb 40 yildan buyon mana 40 kishi eshitishim bo'yicha 40 kishi aytayotgan bo'lsa, 40 kishi ham bu meni qo'shig'im. Oxir oqibat mana bu do'stlar davrasida bu narsa ayon bo'ldi va Rajab akani shu she'ri va o'zining musiqasi ekanligi tan olindi. Bugungi kunda ham Rajab aka san'at sohasini rivojlantirishda tumanda mana Saktari Bujonlari degan folklor dastasini tashkil qilib, o'shalar bilan faoliyat olib boryaptilar. Yaqinda ham Buxoroda o'tgan bir tadbirda o'sha Saktari Bujonlari qatnashib, juda ham bir yuqori o'rinni, maqtagan o'rinlarni olib keldi. Rajab akaning ikkinchi jihatlari, bu kishi ijodkor inson. Mana anchagina she'riy, nasriy kitoblari nashrdan chiqqan. Biz men o'zimni shoir, yozuvchi deb sanamasam ham ijodkor insonman. U kishi bilan hamkorlikda ishlaymiz. Bir-birimizni kamchiliklarimizni tuzatib boramiz, maslahatlar beramiz va shu jihatdan she'rlar dunyoga keladi, maqolalar dunyoga keladi. Mana endi ayni kunda biz mana Nuroniy jamg'armasida olib borilayotgan jamiki tadbirlar Rajab akasiz o'tmaydi. Rajab akaning yana bitta yaxshi xarakteri bor. O'sha har bir o'tkazilgan tadbirmi yoki bir tanlovmi alohida kitobcha shaklida keltirib juda ham chiroyli qilib o'sha ishtirokchilarga taqdim etadi va biz Nuroniy lar gazetasida shu yillar davomida qariyb 2-3 yildan buyon faqat
mana shu o'tkazilgan tadbirlar, tanlovlar haqida maqolalar yozib, shu tumanda olib borilayotgan ishlarni butun elga tanishga hissa qo'shib kelyapmiz. Rajab Avezov 1950-yilda G'ijduvon tumanida tavallud topgan. Bolaligidan san'atga oshno bo'lib ulg'aydi. Nafaqat shashmaqom, balki ko'plab folklor qo'shiqlarni qayta tiklashga o'z hissasini qo'shdi. Tumandagi 5-sonli maktabda Nilufar bolalar folklor qo'shiqlari dastasini tashkil qildi. Dastlab ona bola qo'shiqlari, topishmoq, erkalama kabi qo'shiqlarni sahnalashtirdi. 1986-yildan boshlab bu dasta bolalar folklor qo'shiqlari dastasi deb yuritila boshlandi. Rajab Avezov shu kunga qadar xalq ma'rifi a'lochisi hamda 2016-yilda mustaqillikning 25 yiliga ko'krak nishoni, shuningdek, 2-darajali sog'lom avlod uchun ordeni bilan mukofotlangan. Maktab bolalari uchun qo'shiqlar, bu kunlarga yetganlar bor she'rlari, maqolalar va hajviy hikoyalar, Mutribo sozingni chal she'riy kitoblari muallifidir. Rajab Avezov O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi maqom san'atini rivojlantirish to'g'risidagi farmonlaridan keyin birinchilar qatori G'ijduvonda maqomchilar xalq dastasini tuzdi. Rajab Avezov shu kunga qadar G'ijduvon tumani nuroniy jamg'armasi tuman bo'limida ishlab kelmoqda. Demak, Rajab Avezovni taniganlar, shogirdlari ko'p, tarbiyachi, san'atkor sifatida san'at sohasiga katta hissa qo'shgan insonlardan biri sifatida e'tirof etishadi. Aynan sizning kasb tanlashingizga kim sababchi bo'lgan? Oiladagi muhitmi yoki o'zingiz sevgan kasbni yillar davomida davom ettirdingizmi? Haqiqatan men san'atkor bo'lishimga oiladagi muhit birinchi o'rinda sababchi bo'lgan. Chunki men aqlimni taniganimdan boshlab dadam rahmatlik aytardilarki, sen sahnada katta bo'lgansan, sahnada tug'ilgansan. Chunki biz sahnada orqasidagi bir xonada yashardik onang bilan, uy yo'qligidan. Sen tug'ilgandan keyin bizga kommunal xo'jalikdan uy berdilar. Lekin seni o'sha artistlarni og'ushida katta bo'lgansan. O'shanda hattoki chaqaloqligimda ham sahnaga olib chiqib, meni yig'larim kerak bo'lgan sahnalarga ko'rsatishgan ekan. Chunki G'ijduvonda agar siz san'at tarixini bilsak, aytib beradigan bo'lsam, 33-yilda G'ijduvonda drama teatri tashkil qilingan. Uni oti kolxoz, savxoz musiqali drama teatri ekanda. O'shanda shunaqa 80 kishidan ziyod kishi ishlab edi. Ham shashmaqom, ham musiqali drama, ham aytaylik ashura va raqs ansambllari bo'lgan. Demak, bular hammasi o'sha kolxozlarda, shularda bo'lib xizmat qilib, xalqni ma'naviy, ma'rifiy hayotini, turmushini yaxshilashga xizmat qilgan. O'shanda otaginam mana o'sha sahnada tug'ilganligimni aytgandan keyin, men ham demak ana ba'zi bir kishi so'raydi, nega sen Rajab aka ham dramani bilasiz, ham raqsni bilasiz, ham qo'shiq, ham cholg'u? Chunki men o'shalarning ichida katta bo'lganman. Cholg'uchisi chaqirib menga cholg'uni o'rgatgan, dramani tomosha qilib har kun sahnada iloji yo'q, repetitsiyalarni tomosha qilganman. Qalbimga qolgan shu narsalar. Hozirgi paytda haqiqatan ham san'atga juda ham bir qiziqib ketganman. Ham o'sha paytda Xudo rahmatlik Shodi Azizning farzandlari Muhammad akamiz shashmaqom asarlarini o'sha artistlarga o'rgatayotgan jarayonlarda o'tirib bolaligimdan katta bo'lganimcha shularda birga bo'lganman shular bilan. Men o'ylaymanki, mana shu jarayon meni san'atga yaqinligimni shohidi chiqar. Men hayotimni faqat san'atga bog'lab, endi bu yo'g'i san'atkor bo'laman deganimdan keyin, hattoki armiyaga chaqirilganimdan keyin ham armiyada rubobimni olib borganman. Qarangki, baxtimizga biz qariyb 100 kishidan ziyod o'zbek bolalari bir rotada bo'lganimiz uchun ham u yerdagi tanlovlarda ishtirok etib, bizlarni o'sha o'zbek bolalarimizni yig'ib, qo'shiqlarni o'rgatib, qishloq hayoti degan bir kichkinagina 5 minutlikmi, 6 minutlikmi bir ssenariy qilib, bolalar o'sha paxta ekish jarayonlari, qo'shiqlar shular bilan aytib,
o'sha joylarda birinchi o'rinni olganmiz san'at sohasi bilan. Hali o'sha armiyadan yuborilgan o'sha paytdagi diplomlar uyda bo'lishi kerak, bo'lsa kerak. Endi kelganimizdan keyin 20 yoshlarimda edim shekilli, o'sha armiyadan kelganimdan keyin madaniyat uyida xizmat qildik, musiqa rahbari bo'lib ishga oldilar. Shu jarayonda maktabni oldidan yo'lim o'tadi-da, o'tayotgan paytimda Rahmatulloh Sharipov degan bir ustozimiz o'sha maktabning direktori bo'lib ishlagan, Telvon nomli maktabning direktori, mani ko'chadan ushlab qo'limdan olib kirdilarda maktabda bir sinfga olib kirib, bugundan boshlab sizga mana shu dars beradi dedilar. Men osmondan tushgan talashaday qotib qoldim. Endi 30 ta qora ko'z umid bilan menga qarab o'tiribdi. Men endi shu paytda men yo'q domlajon, men bu ishni bilmayman deb chiqib ketishni o'zimga noqulay his qildimda, qoldim. Endi darsni nimadan boshlay? Eslab o'sha menga kirib musiqa ma'lumlari dars berganini esladimda, o'shalarda qilib 45 minutni bir amallab, sen qo'shiq bilasanmi, qaysi qo'shiqni bilasan, sen qo'shiq bilasanmi, qaysi qo'shiqni bilasan, bir kuplet aytib bergin, bir band aytib bergin qilib 45 minutni o'tkazdim. Keyin yugurib bordim. Domlajon, axir men o'qituvchilik qila olmayman, Rahmatulloh aka. Bolam, ko'rinishing bor. Musiqani yaxshi chalasan, qo'shiq aytishing ham yaxshi. Endi shu bizning maktabga kel, shu o'zing o'qigan maktab. Ularga musiqadan dars bergin dedilar. Shundan keyin xohishoning ham madaniyatda ishim ketdi, ham dars bera boshladim musiqadan. 4 yil o'tgandan keyin attestatsiya bo'ldi. Attestatsiya davrida bizga o'sha kelgan komissiyalar o'tirib olib, meni davlat mukofotiga taqdim etdilar. Lekin 3 kundan keyin Rahmatulloh aka chaqirib ko'rdingmi bolam dedilar. Senga davlat mukofoti taqdim etildi, lekin ma'lumoting oliy bo'lmaganligi sababli bittagina aniga a'lochi, xalq ta'limi a'lochisi degan nishon bilan seni taqdirlashdi. Agar ma'lumoting oliy bo'lganda, hech bo'lmasa ochni zavqli o'qiyotganingda ham senga bugun orden berishardi. Chunki darsingni juda ma'qul deb topishdi. Degandan keyin Rahmatulloh aka Sharipovning gaplari bilan o'sha yilni o'zi o'qishga bordim. O'qishga borib, o'sha rus tili fakultetiga hujjatlarimni topshirib, imtihondan juda yaxshi o'tib, o'sha yil o'qishni boshladim. Shundan keyin men haqiqatdan ham o'qituvchilik kasbini ustunroq qo'ydim. O'sha o'zim hozir tanlagan musiqani sevaman, madaniyatni sevaman, Xudoga shukr, xizmat qilaman xalqimizga, lekin ustozlik darajasi bundan-da balandroq ekan. Xudoga shukr, sohada 45 yil, 46 yil ishladim. Shundan 16 yil o'quvchilar ijodiyot markaziga direktor bo'ldim. Mana shu yillar davomida Xudoga shukr, yuzlab, balkim ko'proq shogirdlar tayyorlagan chiqarmiz. Bolalarimiz hammasi ajoyib joylarda ishlaydi. Hurmat bilan Allohga shukrki, shu o'qituvchilik vazifasini tanlagan ekanimiz va san'atkor. Ikkalasi ham juda chiroyli kasb. Har bir darsimda juda bir mana oddiy bir musiqa darsida menda shunday bir odat bor ediki, o'zimga dars bergan musiqa muallimlarini dars jarayonini eslardimda, undan-da yaxshiroq, o'sha paytda men undan-da yaxshiroq dars berishga harakat qilardim. O'quvchilarimga albatta har bir qo'shiqni, agar 30 ta o'quvchi bo'lsa, shu sinfda o'qigan o'quvchilardan hech bo'lmasa 20 tasi shu qo'shiqni kuylay olmasa qo'ymas edim. Keling, o'ntasi bor, mumkin iqtidori bermagan. Bu men o'ylaymanki, san'atni Allohning iqtidori berilmasa, hech kim anaga buni qo'shiqni bir to'liq chiroyli qilib ayta olmaydi yoki soz chala olmaydi. Haqiqatan ham bir maktabda o'zimni haligi nima deydi uni, tashabbusim bilan, bu albatta nima emas, o'zimni tashabbusim bilan o'sha paytlarda xohishomang folklor dastalari yo'q edi. Shashmaqom degan narsa, endi bilasiz, sobiq SSR davrida unaqalarga yo'l qo'yilmas edi. Folklor dastasini tashkil qilish nimamga keldi. Endi bu xuddi 87-yilni bahor oldi edi. Folklor dastasini tayyorladim. Qizlar
folklor dastasi deb nomladimda. Doira chorlaydi nomli maktabda tanlov o'tkazdim. Faqat shart qizlar ishtirok etadi tanlovga. 17 ta qizimiz g'olib chiqib, shu tanlovda chiroyli nimalarni ijro qilgandan keyin shularni hisobidan shularni jamlab folklor dastasini qildik. Bu folklor dastamizga Xudo rahmatlik ustozimiz Muhammad Shodidan o'rgangan folklor qo'shiqlarini mana bu xorcha deymiz, mavrigi deymiz, mana shularni so'zlarini o'zgartirib, bolalar hayotiga mos qilib, albatta u yerda sevgi, muhabbat qo'shiqlari bor. O'shalarni olib tashlab, ohang o'sha-yu, lekin so'zlari bolalarni qalbiga uradigan so'zlardan qilib qo'yamiz. Masalan, hayna zanin imrus shimo bo'lsayr gulzor omad, bu sevgi yo'nalishidagi qo'shiq. Men buni bolalarga qildim. Hayna zanin keldi zamon, yor yor sarafroz etkani degan so'z bilan almashtirib ajoyib bir qo'shiq yaratganmiz. Bu qo'shiqning eng kami 6 taga yetadi-da. Ketma-ketligi 6 ta qo'shiq aytiladi. Shularning hammasini o'zbekcha. Bugungi kungacha shu qo'shiqlarni bolalarimiz aytib kelyapti, ba'zi bolalar. Endi mana shu bolalarimiz Dushanbeda o'tkazilgan tanlovlarda ishtirok etib, yuqori o'rinlarni egallab, televideniyasida, Dushanbe televideniyasida 45 minutlik zapis qoldirilgan, yozuv qoldirilgan. Mana shu yozuv 3 kundan keyin, men G'ijduvonga kelganimizdan keyin o'sha rejissyor telefon qilib, o'zi Abdurahmon aka bo'lsa kerak, esimda qolmagan. Endi bu 89-yilda gapi. Telefon qilib, Rajab aka, endi u kishi mendan katta bo'lsa ham Rajab aka deb nima qilardi? Tabriklaymiz. Sizni kecha aytgan konsert yozib olganimiz 45 minutlik konsertimiz Dushanbe televideniyasining oltin fondidan joy oldi degan bir ajoyib bir xushxabarni aytgan edilar. O'sha maktabda ham haqiqatdan ham har yil bo'ladigan tanlovlarda albatta Buxoroda viloyatda 1-o'rin, respublikada kamida 3-chi bilan qaytardim. Kamida 3-chi o'rin bilan qaytardik. Mana shu yo'nalishda ketilsa kelinki, o'sha san'atga ko'p e'tiborimni, ko'p qiziqishim tufayli Xudoga shukr, prezidentimiz tomonidan 1996-yildan agar O'zbekiston vatanim mening degan tanlov joriy etildi Islom Karimov tomonidan. Men 97-yildan boshlab ishtirok etgan bo'lsam, 2010-yilgacha shu tanlovni g'olibligini qo'limdan berganim yo'q. Albatta yo 1, yo 2, yo 3 olardim respublikadan. Siz chindan ham o'sha o'g'il-qizlar bilan ko'p ishlaganingiz, umuman ta'lim, tarbiyani ustun qo'yganingiz uchun so'zni ham qadriga yetgansiz va qalam ham tebratgansiz o'sha kuyga mos. Biz bugun ijod haqidagi yangi namunalar haqida ham bilmoqchimiz. O'zimizni o'zbekcha 2 band, 3 band bolalar aytadigan mayda-mayda she'r, buvijonim, bibijonim yoki onajonim ismida mayda-mayda she'rchalar, vatanim, o'zbegim degan mayda-mayda she'rchalarni yozib o'quvchilarga darsga o'tardim shu narsani. Endi aytaylik, har bir 3 oy, 4 oyga komissiya kelib, nimaga bu qo'shiqni o'rgatmayapsan deb aytmas edi, Xudoga shukr. Kimki o'sha men o'rgatgan qo'shiqni ham yaxshi qilibsan deb yaxshi baho qo'yishardi. She'rlarda ham o'sha qo'shiqlar keyin she'rga bo'lgan nima paydo bo'ldi? Ishtiyoq paydo bo'ldi. Qarangki, ishtiyoqning eng zo'ri mustaqillikdan keyin paydo bo'ldi. Mustaqillik bo'lgandan keyin shu biroz gap. Yayrasin degan qo'shiq chiqqanidan keyin bu yayrasin shunaqangi bir yaxshi martabaga erishganda, yaxshi o'rinlarni olgandan keyin ana endi Sen xonlar degan qo'shiq chiqibdi. Istiqlol degan qo'shig'imiz, faqat vatan to'g'risidagi qo'shiqlarimizni ana aytdim-ku hali 97-yildan 11-yilgacha agar 14 yil ishtirok etgan bo'lsak, O'zbekiston vatanim mening degan tanlovga, har tanlovga albatta avval yilga qarardim. Masalan, ayollar yilimi, ayol haqida qo'shiq bilan chiqardim. Bolalar yilimi, bolalar haqi mazmundagi qo'shiqlar.
ishqilib o'sha yilni mazmuniga qarab she'r yozardimda, shu she'rni aytaylik nima qilardik, qo'shiq tayyorlardik. To'g'ri, maktabda dars berilgan paytlarimdan mana o'sha she'rlarim, o'sha bolalarga yozgan qo'shiqlarimiz bir malaka oshirish institutiga o'qishga borganimda musiqa ma'lumlari orasida shu qo'shiqlarni ijro qilib ularga darslarda o'tish maslahat berganimizda o'sha yerdagi musiqa bo'lim kafedrasining boshlig'i Ada Abramna degan kishi san o'sha yaratgan yangi qo'shiqlaring, bolalarga bo'lgan qo'shiqlaringdan bitta kitobcha qilamiz. Shu kitobchalarda mana men institut nomidan chiqaraman. O'qituvchilarga tarqatamiz. Bu o'shanda esimda bor, bir 40 ga yaqin qo'shiqlarni bu notasi bilan bolalar qo'shiqlari degan kitobcha nomi bilan nashr qilindi. Va undan keyin men o'sha dars berishimni bir ma'qul deb topib, o'sha yana Ada Abramna iltimos qildiki, Rajab, davay bitta kitobcha yozgin, 1 soatlik dars degan ma'noda bu nimalarga o'qituvchilarga uslubiy qo'llanma sifatida. Ikkinchi kitobimni o'sha Ada Abramna yordamida, institut yordamida chiqarganmiz. To'g'ri, bugungi kunda bu kitoblarimni ko'pisini topolmayapman. Endi o'sha paytda faqat ish bilan bo'lib, qo'shiq bilan bo'lib, ularni asrab qo'yish xayolimga ham kelmagan ekanda. Lekin qo'shiqlari Xudoga shukr yashayapti. Mana bugungi kecha kunduzda haqiqatan ham shoir og'aynimiz juda ko'p. Mana Komiljon Jo'rayev degan biz bilan birga o'qigan sinfdoshimiz bor. Rajab, sanda shu narsa bor ekan, keyin bitta she'r kitob qilgin deb maslahatdan keyin shu Yayrasin Mutribo degan bitta kitobcha yaratdik. O'shada bir 60-70 ga yaqin she'rlar, qo'shiqlar nimasi kirdi. Undan keyin nimada hajviyam juda ham o'chmanda, hajviy kitoblarda ham keyin maslahat nimalarga mayda nasriy asarlarim ham bor. Sizni asosan ijod qilishingizga undaydigan, ilhomlantiradigan narsa nima? Bu juda chiroyli, yaxshi savol bo'ldi. Meni asosan ilhomim qachon keladi? Kechqurun yotganimda shu yulduzlarni o'ynaganini ko'raman. Osmonda boqib, qarab o'tiraman. Juda chiroyli yulduzlarning yiltilashi, bir-biriga tashlanishi, shularni ko'raman-da, keyin kirib chiroyli bir satrlarni o'shanda keladi yozaman. Keyin ayniqsa men ana shu har yili 2 marta, 3 marta Zominga, endi kasalligim tufayli Zominga, Tabaqsoyga, keyin Oqsochlarga borib dam olib kelaman. U yerdagi tabiatda odamning ilhomi keladi, yaxshi satrlar paydo bo'ladi. To'g'ri, har bir yozuvchini aytaylik, mana bir G'ofur G'ulomni aytaylik, men shunday sen yetib emassan degan she'ri bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan. Yoki ana bu piyodaga egilar choynak degan she'ri bilan ustozimiz mashhur bo'lganlar. Yoki Abdulla Orifni ish qilib, men nima shu agar 1000 ta she'r yozgan bo'lsam, xayolimda shu bittagina o'sha Yayrasin bilan bugungi kunda birozgina 4 tomondan telefon qilib, "Domla, sizni she'ringizni aytyapti. Domla, sizlar shularni aytyapti." Yaqinda bir sevgilim degan qo'shiqni yozganmiz, bir 5-6 yil bo'lib Farhod aytib chiqyapti. Farhod Saidov. Juda chiroyli aytgan. Endi bu albatta buni birinchi bizni shogirdimiz Nutullo Ahmedov ijrosida eshitgan chiqarsizlar. Hozir Farhodjon ham juda yaxshi ijro etyapti. To'g'ri, bir 50 ga undan ziyodroq 50 ga yaqin qo'shiqlar, she'rlarimiz qo'shiq bo'lgan. Ayniqsa bugungi kunda shu maktablarda yubiley bo'ladi, shular iltimos domlajon bizni maktabda yubiley qilyapmiz, shunga bir narsa yozib bering deydi. U kuni unday daftarimni chalg'ilab qarasam, bir 5 ga yaqin, 5 ga 6 ta maktabim degan she'r, lekin har bittasi boshqa mavzuda. Masalan 40-maktab, 1-maktab, 50-maktab. Shularga atab yozgan nima she'rlarimiz qo'shiq bo'lib kuylanyapti. Qizig'i shundaki, bu she'r yozayotgan paytimda endi Allohning bergan iqtidori bu. Ohangi paydo bo'ladi. Keyin telefon qilib bir Anvarjon degan ukamiz bor, yo boshqa yanatda ukamiz bor, Furqatjon degan, telefon qilib ohangini xirgoyi qilib beraman. Ular o'zi musiqasini tayyorlab qo'yaveradi. Telefonda bugun texnika yaxshi bo'ldi. Ana shu yo'l bilan bugungi kecha kunduzda Uyg'on degan bir chiroyli o'zim mana bugungi yangi O'zbekiston haqida bir she'rimni hozir qo'shiq qilyapmiz.
nasib bo'lsa erta indinda yana bir ikkita kitob nashrdan chiqyapti. Buxorodagi Durdona nashriyotidan hozir shu kitoblarning ishlanmasi ustida ishlayapmiz. Probni deymizmi, signalni deymizmi, o'shanisi kelgan, hozir shuni varaqlab, qayerda nima qilish kerak shularni beryapmiz. Nasib bo'lsa bir 2-3 kundan keyin bu kitoblarimiz ham qo'limizga tushadi. Rahmat. Bugun rivojlanayotgan zamonda san'at olamiga kirib kelayotgan yoshlarning safi ortayotganini ko'ramiz. Aynan mana shunday yosh ijodkorlarda siz qadrlaydigan qanday jihatlar bor? Bilasiz, men bugungi kecha kunduzda shu ovoz dasturini televizordan ko'ryapman. Ba'zan ko'raman, ba'zan ko'rmay o'chirib qo'yaman. Yaqinda o'sha yerda yosh bolalar, ya'ni 10-15 yoshdagi atrofdagi bolalarning chiqishini ko'rdim. Ana bularda bizni talabimiz rivojlanayotganini ko'rdim. Lekin bizdan keyingi hozir barcha shu 30-40 ga kirgan qo'shiqchilarimizdan birozgina noroziman, chunki chet el nima deymiz, musiqalarini o'zbek she'rlariga qo'yib, juda bir hamma biladi işte, bu kuy yo Hindistonniki, yo Fransuzlarniki, yo Arabistonniki, yo Eronniki ko'proq. Lekin ana shu o'zimizni milliy o'zbek, mana Farg'ona, Buxoro, Xorazm, Toshkent yo'lidagi qo'shiqlar, kuylar, ohanglar negadir oramizdan chiqib ketyapti. Lekin o'sha ovozdagi dasturda yoshlarni chiqishini ko'rib, ha, demak bizni o'zbegimizni san'ati ana endi yana kelajagi borga o'xshayapti. Yaxshi san'atkor bo'lishi uchun, el ardog'ida bo'lishi uchun san'atkordan talab qilinadigan jihat nimada? Ana shu gapni men ko'p og'aynilarimga, o'sha san'at sohasidagi shogirdlarimga aytganman va avval shu gapni aytishdan oldin savol berardim. Nega sahna oddiy yerdan, tomoshabindan 1 metr, 1,20 metr balandda turadi? Desalar, ha, ko'rishlari uchun. Yo'q, ko'rishli emas bo'lar. Sen mana shu tomoshabinlardan o'zingni aqling bilan, o'zingni ijroing bilan, o'zingni ularga berayotgan tarbiyangni qabul qilib olishi uchun harakat qilishing kerak. Bu uchun nima qilish kerak? Ortiqcha zeb bermaslik kerak. Milliy kiyimdan tashqariga chiqmaslik kerak. Agar ayol bo'lsak, ayollarga xos kiyinib chiroyli, yigit bo'lsak, yigitlarga xos kiyinib, chet ellik kiyimlarga qaramasdan ajoyib chiqsak, keyin seni aytgan birinchi avval seni angoringga tomosha qiladi, keyin sen aytgan qo'shiqlaringni bizga quloq soladi. Siz uchun baxt va armon orasida ijod qaysi tomonga yaqinroq deb o'ylaysiz? Hozir rubob chalsam ham, qo'shiq aytsam ham, haligi birovga bir narsa o'rgatsam ham, menda hamma narsa ikkalasi ham armon bo'lib qolyapti. Chunki bundan ham yaxshi bo'lishim kerak. Men bugun mana buni yozimman, baxtliman desam, deya olmayman bu gapni. Hali meni kamchiligim osmon qadar. Agar mana shu kamchiliklarimni agar Xudo Alloh umr bersa, shu kamchiliklarimni yo'qotib, agar shuni chiroyli qilib chiqarsam, bu o'sha baxtga yana baxt qo'shiladi. Lekin yana bir gap aytay, bugun yaxshi narsa chiqardingizmi, yana armon qoladi baribir. Bundan-da go'zalroq qilishim kerak edi. Yana armon qoladi. Demak, kecha kunduz har bitta ijodkor armon bilan yashasa agar yaxshi asarlar ko'proq to'qiladi. Rajab Avezovning ko'ngliga yaqin va nasib etgan shoh misralari bor. Bu qo'shiqning so'zlari aynan shunday betakrordirki, buni aytish baxti ham aynan Rajab akaga taqdir qilganligidir. Aziz do'stimiz Rajab Avezov bilan birgalikda biz bugungi kunda hisob-kitob qilib o'tirib, do'stlashganda, birga uchrashib, birgalikda mana bu kunlarga yetishib kelishimizda 60 yildan oshib qoldi. Biz shahardagi Telman nomli maktabda birga o'qib, mana shu maktabni birgalikda tugatib, shu davr mobaynida Rajab Avezov o'zini qanchalik darajada
bugungi kunda e'tiborli inson ekanligini o'shanda namoyon etgan edi. Maktab davrida Rajab Avezov ham a'lochi o'quvchi, ham juda tartibli inson, nihoyatda kamtarin, juda ham san'atga qiziqadigan, nihoyatda uni tushuna biladigan inson edi. Hozirgi vaqtda uni natijasi biz ko'ryapmizki, qanchalik intilishlari maktab davrida bo'lganini bugun xalqiga, o'zini atrofida, do'stlariga ko'rsata olyapti. Maktab davrida birorta tadbir maktabda yo'q ediki, qaysi kim Rajab Avezov bevosita ishtirok etar edi. Ayniqsa uni Aziz vatanim degan qo'shig'i o'sha davrda butun maktab bo'yicha eng yaxshi qo'shiqlar toifasiga kirar edi. Biz bu kishi bevosita sinfdosh sifatida, uzoq yillik do'st sifatida, samimiy o'rtoq sifatida, ko'p yillik bir-birimizni tanishimiz nuqtai nazaridan hammavaqt hammamiz hurmat qilamiz va tilga olamiz. Har bir o'tirishimizda, har bir sinfdoshlarning tug'ilgan kunida uni nishonlashda Rajab Avezovni bevosita rahbarligi, suhbati va nihoyat darajada chiroyli so'zlari hammamizga yoqadi. U kishi bitgan satrlarda yurt dardi, el quvonch tashvishlari, insoniy kechinmalar ba'zan mahzun, ba'zan sho'x-sho'x ohanglarda kuylanadi va ular dunyo yuzini ko'rgan zahoti qo'shiq bo'lib yangray boshlaydi. Ijodkor aslida qalbidagi ezgulikka yo'g'rilgan eng saralarini xalqqa ulashadi. Ularning nozik va takrorlanmas qalbidan biz ham hamisha yaxshi asarlarni kutib qolamiz.